Assalomu alaykum. Hop, servisda ishda davom etadi. Chevrolet Nexia 8 klapan. Mashina yurmayapti, tortilmayapti. Bunaqa eski mashinalarni ham mashina tanlamasdan ko'rishga majburmiz. Misol uchun kimdir qilish kerak-ku. Ko'pchilik sarson bo'lib ketyapmiz deyapti. Bunaqa mashinalarni ko'ravermasdan biz ham eski mashinamizni ko'rib bering deyishadi. Shuning uchun men asosan umuman mashina tanlamayman. Ko'p turibsizlar. Buni qarang. Kimda qanaqa fikr bor? Xudo xolasa mashinani muammosini topib, yurgizib, video qo'yaman, xudo xolasa nimadan chiqqanini. Bilaman ustakalarimiz. Nexia mashinamizni ham xudo xolasa tugatdik. Muammosi hop, qilingan ishlar ko'rsatib o'taman. Hop. Mashinamiz gaz ko'tarmayotganda gaz ko'tarishlari normal. Hop, qilgan ishlarimiz kartoshkaga ham steyker almashtirdim. Buni asosiy muammosi mabdachikda ekan. Mabdachik ishlamayotgan ekan. Benzin asosi davleniyasi ozgincha pastroq edi. Benzin asosi almashtirdim. Hozirda benzin asosi davleniyasi 3.5 bo'ldi. 2.5 bilan o'ynayotganda ko'rsatdim. Xudo xolasa legendamiz ham tayyor.